Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun men sizga o'z hikoyamni tog'lar orasida yashiringan bir qishloqda, qalbimning eng tubida muhrlanib qolgan sirimni ochmoqchiman. Bu hikoya yolg'izlik, kutilmagan mehr va jamiyat qonunlariga sig'maydigan sevgi haqida. Bu yosh bir qalbning donishmand, ammo qayg'uli yurak bilan uchrashuvi va bu uchrashuvning ikkalasini ham qilib qayta tiriltirgani haqidagi kechinmalarimdir. Mening ismim Kamola, universitetni bitirib, shaharning shovqinidan charchab tog'lar bag'ridagi kichkina bir qishloqqa o'qituvchi bo'lib ishga keldim. Men uchun bu yangi hayot boshlanishi edi. Toza havo, soyin odamlar va tabiat bilan uyg'unlik. Qishloq ahli meni iliq kutib oldi. Ammo ular meni bir narsadan ogohlantirishdi. Qishloq chekkasidagi tog'ga tutashib ketgan eski bir uyda yashaydigan yolg'iz odamdan uzoqroq yurishimni. U Rustam aka edi. 40 yoshlarning oxirlarida bir paytlar shaharda katta rassom bo'lgan. Ammo 10 yil avval ayoli va qizi avtohalokatda vafot etgandan so'ng hamma narsani tashlab shu yerga kelib odamlardan ajralib yashay boshlagan bir inson. Qishloqdagilar uni g'alati odam deb bilishardi. Men esa uning qayg'usini his qilgandek bo'ldim. Bir kuni maktabdan keyin tog' yonbagirlarda sayr qilib yurib adashib qoldim. Qorong'u tusha boshladi. Sovuq shamol turdi. Qo'rquvdan titrab turganimda uzoqdan bir chiroq ko'rdim. Bu o'sha Rustam akaning uyi. Ilojisiz eshigini taqillatdim. U eshikni ochdi. Bo'yi baland, yuzlari quyoshda qoraygan, soqoli o'sib ketgan. Ammo ko'zlari g'ayrotiy, chuqur va ma'noli edi. U avvaliga meni ichkariga kiritishni istamadi. Lekin ahvolimni ko'rib, rahmi keldi. Uyi kichkina, ammo tartibli edi. Devorlarda ajoyib rasmlar osilgan. U menga issiq choy damlab berdi va kaminaga o't yoqdi. Biz o'sha kecha deyarli gaplashmadik. Ammo sukunatimizda qandaydir bir notanish, ammo tushunarli bir muloqot bor edi. O'sha kundan keyin men undan qo'rqmaydigan bo'ldim. Aksincha uning dunyosi meni o'ziga torta boshladi. Harfda oxiri men uning uyiga boradigan bo'ldim. Ba'zan musiqa, kitob olib borardim. Ba'zan esa shunchaki uning rasm chizishini tomosha qilib o'tirardim. U kam gap edi, ammo gapirganida uning har bir so'zida donolik bor edi. U menga san'at, hayot va yo'qotish haqida gapirib berardi. Men esa uning yolg'izligiga o'zimning yosh hayotga chanqoq qalbim bilan taskin berishga urinardim. Bizning yoshimizda katta farq bor edi. Ammo qalblarimiz bir-biriga juda yaqin edi. Qish keldi, qalin qor yog'di. Bir kuni kechasi kuchli bo'ron boshlandi. Qor shu qadar kuchli ediki, men maktabdan uyimga qayta olmadim. Yagona panoh Rustam akaning uyi edi. Men uning eshigini taqillatganimda, u allaqachon meni kutib turgandek edi. O'sha kecha biz kaming oldida uzoq suhbatlashdik. U birinchi marta o'zining fojiasi haqida, ayoli va qizini qanchalik sevgani haqida yig'lab gapirib berdi. Men uning yoshli ko'zlariga qarab, uning dardini butun vujudim bilan his qildim. Men o'zim ham bilmagan holda uning qo'lidan tutdim. U ham qo'limni mahkam siqdi. Siz kelib bu uyga yana hayot olib kirdingiz. Kamolat, dedi u kichirlab. Sizning kulgingiz, sizning nigohingiz men 10 yildan beri unutgan hisni uyg'otdi. Yuragim qafasdan chiqib ketgudek urardi. U menga yaqinlashdi. Uning yuzidan qayg'u va ayni paytda alla qanday bir umid aks etib turardi. Bu noto'g'ri bilaman, dedi u. Men sizga otangizdek bo'lishim kerak. Lekin men ham insonman. Men ham mehrga muhtojman. Men nima deyishni bilmay qoldim. O'sha lahzada men unda na yoshi katta erkakni, na afsonaviy rassomni ko'rdim. Men unda faqat yolg'iz qalbi yaralangan bir insonni ko'rdim va men unga taskin berishni istadim. U sekin egilib, yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning qo'llari qo'pol, ammo olovdek edi. U lablarini labimga tekkidi. Bu shunchaki ehtiros emasdi. Bu ikki yaralangan qalbning bir-biridan panoh topishi, bir-biriga malham bo'lishi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Mening qarshiligim, mening qo'rquvlarim hammasi bir lahzada yo'qoldi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkidi. Avval, sekin so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirgaldi. Belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Uning har bir harakati, lablarning har bir bosishi yuragimga urilayotgandek edi. U meni asta kaming oldidagi gilamga boshlab bordi. Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqarida ovullayotgan bon ovozi eshitilardi. Ko'zlarimiz gapirardi. U meni gilamga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. U mening simni asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi. Nomlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir mehr bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim.
U kiyimlarimni butunlaylar yechdi. Mening yosh hech kim tegmagan tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga tola nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yechib boshladi. Uning pishgan baquvvat tanasi oliv yorugida yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab, gilamga yotqizdi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur edi. Uning lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuzchamdan ezib, uchidan tishlab oldi. Oh mazza! Men ilk bor bunday lazzatni his qilayotgandim. Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-biriga chatishib ketdi. Juda uzoq bir-birimizni erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning hali o'zi bilmagan nuqtalarini kashf etardi. Uning kuchi, uning tajribasi meni aqldan ozdirardi. Oxiri uningniki turib ketgan edi. Uning qattiq gosht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Sekin tika boshladi. Men dodlab baqirib yubordim. Bu ham og'riq, ham qizlik pardasining yirtilishi, ham ayollikka qo'yilgan ilk haqiqiy qadamning lazzati edi. U avvaliga sekin, keyin esa kuchayib meni tongcha baqirtirdi. Rosa rohatlandim. Tong otganda boron tingandi. Tashqari oppoq qorga burkangandi. U meni bagrida quchib yotar edi. Sochlarimni sap-sekin opardi. Kozlarimni ochdim. Uning kozlari menga qarab turardi. Kechagi tun dedi. U mening 10 yillik kishimdan keyingi ilk bahorim bo'ldi. Men indamay faqat kuchdim. U meni mahkam quchoqlab peshonamga lab tekkidi. U tanamni emas qalbimni, mening yolg'izligimni yengib olgan edi. Endi men boshqa kamola edim. Yuragimda uyg'ongan ayollik istak va eng muhimi, sevgi faqat unga tegishli edi. Bizning munosabatlarimiz davom etdi. Bu yashirin sevgi edi. Qishloqdagilar bizni g'iybat qilishdi. Yoshgina qiz shu chol bilan nima qiladi deyishdi. Ammo biz ularga e'tibor bermadik. Bizning o'z dunyomiz bor edi. U yana rasm chiza boshladi. Uning rasmlarida endi qayg'u emas, hayot, ranglar paydo bo'ldi. Uning ilhom parisi men edim. Men esa uning yonida haqiqiy ayolga, haqiqiy insonga aylandim. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha qishloqda o'qituvchiman. Rustam aka hamon mening yonimda. Biz turmush qurmadik. Bizga buning keragi yo'q. Bizning sevgimiz qog'ozlarga, odamlarning gapsizlariga sigmaydi. U bizning kichkina dunyomizda tog'lar orasida yashaydi. Va men endi bilamanki, haqiqiy sevgi yosh tanlamas ekan. U faqat bir-birini tushunadigan, bir-birini davolaydigan ikki qalbni izlarkan.